Dunyoda avtobuslar, elektrobuslar va jamoat transportida nimalar bo'lmoqda? Keling, Toshshahar trans xizmatining qisqa dayjestida birgalikda ko'rib chiqamiz. Qozog'iston o'zining milliy avtobus brendini ishlab chiqmoqda. Joriy yilning noyabr oyidan boshlab Astana Motors kompaniyasi o'zining Astana brendi ostida gaz va dizelda harakatlanuvchi avtobuslar ishlab chiqarishni boshlaydi. Shuningdek, u 2027-yildan boshlab Xitoyning BYD kompaniyasi bilan hamkorlikda elektrobuslar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ymoqchi. Nyu-York shahar transport departamenti jamoat transportini modernizatsiya qilish bo'yicha yangi rejani taqdim etdi. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati $170 million miqdorida grant ajratib, sun'iy intellekt asosidagi va haydovchisiz elektrobuslarni joriy etishni qo'llab-quvvatlaydi. Buyuk Britaniya avtobus yo'nalishlariga yagona 2 funt sterlinlik tariflar qaytarilmoqda. Birlashgan Qirollik hukumati aholini qo'llab-quvvatlash va yo'lovchilar oqimini oshirish maqsadida yangi qarorni e'lon qildi. Unga ko'ra, London shahridan tashqarida, ya'ni butun Angliya hududidagi shahar va viloyatlararo avtobuslarda bir martalik qatnov narxi maksimal 2 funt sterling etib belgilandi. Ushbu ijtimoiy tashabbusni moliyalashtirish uchun davlat budjetidan 500 million funt sterlingdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Mamlakatimiz va jahon transportiga oid eng so'nggi yangiliklar shulardan iborat edi. Bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga eng so'nggi yangiliklarni yetkazishda davom etamiz.